Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Wonguji yozish usulini ko'rib chiqamiz. Men YouTube'da qarab chiqdim. O'zbek tilida aynan Wonguji yozish usulini o'zbek tilida chiqarganlar yo'q ekan. Uh, Ko'p qidirdim. Menimcha yo menga chiqmadi, yo rostdan ham yo'q. Uh, Koreys tilidagilari bor ekan. Koreys tilidagilari bor ekan va shuning uchun o'zim chiqarishga qaror qildim video. Qisqa video bo'ladi, lekin menimcha foydali bo'ladi degan umiddaman. Xo'p, boshlaymiz. Wonguji yozish usuli. O'zi juda ham oson va oddiy, lekin ba'zi bir qoidalarni bilib olishimiz kerak. Xo'p, Wonguji yozishdan oldin biza eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan narsa koreys tilidagi bo'g'in turlari. Koreys tilidagi bo'g'in turlarini biza bilmasak, Wongujini ham yozishga sal qiynalamiz. Xo'p, koreys tilida bo'g'in turlari uch xil bo'ladi. Birinchisi undosh va unli. Undosh va unli harflar qo'shilishidan hosil bo'ladigan bo'g'in. Qarasanglar, ka, ya'ni k bilan a qo'shilish. K undosh harf, a unli harf. Ka. Keyingisi ra, ya'ni l harfi bilan, o'sha l, r harfi bilan a harf qo'shilishi, undosh bilan unli qo'shilishi. Bu bitta bo'g'in hosil qilyapti. Va ikkinchi bo'g'in tuzilishi bo'lsa, ikkinchi bo'g'in tuzilishi undosh harf, doim undosh harf, undosh plus unli va yana plus undosh. Undosh, unli, undosh. Qarasanglar, n birinchi bo'g'in, n, a, m. Ya'ni uchta harf qo'shilib bitta bo'g'in hosil qilyapti. N, a, m. Nam. Ya'ni n undosh plus a qo'shilyapti unga, a unli plus m qo'shilyapti unga, m ham undosh. Ya'ni koreys tilida patchim degan narsa bor, uni bilasizlar. Allaqachon uni o'rgangansizlar. Ya'ni o'sha uchinchi bo'g'inni uchinchi harfi doim past qismiga tushishi kerak. Nam. Ikkinchi tur edi bu. Uchta harfdan iborat bo'lgan bitta bo'g'in. Va uchinchisi bo'lsa to'rtta harfdan tashkil topgan bitta bo'g'in. Ya'ni undosh plus unli plus ikkita undosh. Ya'ni patchimda ikkita harf tushadigan holat. Patchimga ikkita harf tushadigan holat. Ikkita undosh harf tushadigan holat. Doim undosh bilan boshlanadi. Hattoki bo'g'in boshlanishi no'lofga yoki no'likcha bilan boshlangan taqdirda ham no'lik undosh harfni hisobiga o'tib ketadi. Undosh harfni hisobiga o'tib ketadi. Shu hisobdan ham o'sha no'likcha bilan boshlangan taqdirda ham o'sha undosh bilan boshlanyapti deyiladi. Undosh plus unli va ikkita undosh patchimga. Qarasanglar, yozilgan to'rt xil n, i, l, k, ya'ni n undosh, i unli, patchimdagi ikkita l va k undosh. Bo'g'in turlarini bilib oldik, 3 xil bo'lar ekan va shular orqali biz endi o'sha Wongujini yozguncha, to'ldirguncha yordami tegadi bu narsani. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydda boshlandi. Wongujini to'ldirish qoidalari. Xo'p, bitta katak tashlash. Eng birinchi bilib olishimiz kerak bo'lgan narsa o'sha bizda abzas deyiladi, adashmasam. Abzas tashlash. Yozuvni boshlaguncha abzas tashladi koreys tilida. Shuning uchun ham Wongujida yozguncha o'sha boshlashdan oldin abzas tashlashimiz shart. Abzas bitta katak tashlaymiz, ya'ni. Bitta katak tashlab yozamiz. Bu birinchi qoidasi edi. Xo'p, keyingi slaydimizdagi qoida bo'lsa, muammo deb qo'yilgan. Muammo nimadaki? Buni ko'pchilik adashadi. Nuqtaga kelganda adashishadi. Ikkita holat berilgan va bitishga qilib qo'yilgan to'g'ri holatga bitishga qilib qo'yilgan. Endi uni tahlil qilamiz. Qaysi to'g'ri, qaysi noto'g'ri. Xo'p.
nuqta qo'yishimiz kerak, tasavvur qilinglar, nuqta qo'yishimiz kerak, gapimiz tugadi, nuqta qo'yishimiz kerak. Va shunda e, katta qatorimiz ham tugadi. Qatorimiz tugadi va o'sha qator tugagan holatda gapimiz ham tugadi, nuqta qo'yishimiz kerak. Shu holatda qayerga nuqta qo'yamiz? Keyingi qatorga nuqta qo'yamizmi? Ya'ni mana bu ikkinchi holatga qarasanglar, gap tugagandan keyin keyingi qatorga nuqta qo'yib qo'yibdi. Yoki qatordan tashqarisiga, shu devorni tashqarisiga nuqta qo'yamizmi? Bu holatda gap tugadi, gapdan keyin tugagandan keyin qator ham tugadigan bo'lsa, gap qator. Devorni tashqarisiga nuqta qo'yganimiz to'g'ri bo'ladi. Doim. Devorni tashqarisiga esda qolsin. Devorni tashqarisiga. Xo'p, keyingi slaydimizdagi qoida. Keyingi slaydimizdagi qoida undov, so'roq belgilari va shunga o'xshash belgilar. Bunga qarasanglar, ikkita holat, ya'ni ikkita holat o'rtasidan chizib qo'ydim. So'roq qo'yilganda va undan keyin katta tashlanmagan. Birinchi holat. Bu 1 deylik, bu 2 deylik. Birinchi holatga qarasanglar, o'sha so'roq belgisidan keyin katta tashlanmagan. Birinchi holat noto'g'ri albatta. Ikkinchi holatda biz yozishimiz kerak. So'roq qo'yildimi, so'roqdan keyin bitta katta tashlashimiz shart. Bitta katta tashlab, keyingi kattadan biza gapimizni boshlab ketishimiz kerak. Bu ham oddiy qoida. Va keyingisi savol belgisi bilan bog'liq bo'lgan yana qoida. Yana savol belgisi. Endi qaranglar. Bu ikkita berilgan. Bu birinchi holat, bu ikkinchi holat. O'sha birinchi noto'g'ri bilan to'g'ri holatda rasm qilib berilgan. Osonroq tushunilishi uchun. Endi qaranglar. Gapimiz qatorni oxiriga borib to'xtab qoldi. Gapimiz qatorni oxiriga borib to'xtab qoldi. Ya'ni savol belgisini qo'yishimiz kerak. Ikkita holat berilgan. Undan keyingi gapni biz boshlab ketishimiz kerak. Shu savoldan keyingi gap. Gap tugadi, qator tugadi. Qator tugagandan keyin biz savol qo'yishimiz kerak. Undan keyingi qatorni boshlab ketishimiz kerak. Savol qo'yildi. Undan keyingi gapni boshlab ketishimiz kerak. Undan keyingi qatorga. Bu holatda qanaqa bo'ladi deyilsa, o'sha devorni oldi, ya'ni umumiy qator tugagan oxiriga bitta o'sha so'roq belgisini qo'yiladi-da, keyingi qatordan joy tashalmasdan yoziladi. Ya'ni mana ichiga qo'yib qo'yilgan to'g'ri holatda. So'roq qo'yamiz. So'roq qo'yganimizdan keyingi qatorga biza gapni boshlashimiz uchun qator tashlamaymiz. Ya'ni bir katta tashlamaymiz. Tushundingmi? Bir katta tashlamaymiz. Ya'ni birinchi holatga qarasanglar, bir katta tashlab, keyin yozilgan. Bu xato. Tashlanmasdan yoziladi. Xo'p, keyingi slaydimizda ham ikkita holat berilgan. Bu raqamlar bilan bog'liq bo'lgan qoida. Ya'ni ikkita rasm berilgan, lekin ikkita rasm ham ikki turga bo'linadi. O'rtasidan chizib qo'yaman. Birinchisi, bu birinchi holat. Birinchisi, bu 2, 3 va 4. To'rtta holat berilgan. Xo'p. Birinchisi 4 xonali raqamlar bilan iborat bo'lgan raqam, ya'ni 2022-yil tasavvur qiling. Ayniqsa 53-chizigida yozguncha bu yozayotganda bu ancha kerak bo'ladi. 2022-yil yoki 2023, 2024. Umumiy olganda 4 xonali raqam. 4 xonali raqamlarni biz qanday yozamiz? Kattalarga. Ikkita-ikkitadan yozamiz. 20 qarasanglar alohida yozilgan. 22 bo'lsa, yana alohida kattaga ikkita-ikkita qilib yozilgan. Va niyon oldiga qo'yilgan. Hech qanaqa katta tashlamasdan. Pastiga qarasanglar, har bitta raqamni bitta kattaga joylashtirilgan. Bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri. Nima uchun noto'g'ri? Ikkita-ikkitadan bitta kattaga joylashtirishimiz kerak. 4 xonali raqamlarni.
ikkinchi holat noto'g'ri. Birinchi holat to'g'ri. Va pastdagisini qarasak, pastdagisi endi 3 xonali raqam. 3 xonali raqamlarni qanaqa yozamiz deyilsa, ikkitasini bitta katakka, bittasini bo'lsa yana alohida bitta katakka. Ya'ni uchalasini ham bitta katakka yozib bo'lmaydi. Uchalasini bitta katakka yozib bo'lmaydi. Misol, mana shu katak bo'lsa, biza 121 deb bitta katakda chetga qolmaymiz. 12ni alohida katak qilamiz. 12ni mana. Va 1ni bo'lsa yana alohida katak qilamiz. Joy tashlamasdan. Xo'p, bu degani, ya'ni 3-holat to'g'ri degani. Pastdagisi 4-holat, mana 4-sida aytilganki, o'sha ko'rsatilganki 2, 5, 6 har bittasi alohida katakga yozilgan. Bu noto'g'ri. Noto'g'ri. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydimiz nuqta va virgullar deyilgan. Nuqta va virgullar. Xo'p, juda ham oddiy. Nuqta qo'yganimizdan keyin nuqta yoki virgul qo'yganimizdan keyingi gapni biz katak tashlamasdan yozishimiz kerak. Chunki ko'pchilik adashishi mumkin. Nuqta yoki virgul qo'ygandan keyin bitta katak tashlab, keyingi gapni yozishi mumkin. Yo'q, katak tashalmaydi. To'g'ri, nuqta bilan virgulni alohida katakka yoziladi, lekin undan keyingi gapni boshlaguncha biz katak tashlamasdan undan keyingi gapni boshlashimiz kerak. Rasmda ko'rsatilgan virgul qo'yilgan mana. Virgul qo'yilgan va undan keyingi k degan so'z katak tashalmasdan yozilgan. Nuqta ham xuddi shunaqa mana pastdagisi. Birinchi holat virgul bilan bog'liq, ikkinchi holat bo'lsa nuqta bilan bog'liq. Ya'ni nuqtani ham qo'yamiz, katak tashlamaymiz keyingi gapni boshlaguncha, virgulni ham qo'yamiz, keyingi katak tashlamaymiz, keyingi gapni boshlaguncha. Juda ham oddiy. Xo'p, keyingi slaydimizdagi qoida. Qator oxirida so'z tugab, bitta katak qolib ketishi yoki qolib ketmasligi. Bu nimaki? Tasavvur qilinglar. Qator oxiriga borib yetdilar, ya'ni mana qaranglar. 퍼센트를 차지한다 nuqta, keyin mana joy tashalmagan bu tepadagi o'rgangan qoidamiz bo'yicha. Nuqtadan keyin joy tashalmagan. Tikki boshlanib ketadi. Tikki 주말과 심야에 deyilganda mana tugadi. Simyaye degandan keyin ya'ni bir qator tugadi. Bu qoida nimaki desanglar shu. Qator tugadi. Keyingi qatorni boshlab ketishimiz kerak. Keyingi qatorni boshlab ketishimiz kerak. Va shu holatda keyingi qator agar bitta qator qolib ketsa, bitta katak qolib ketsa, ya'ni bitta katak qolib ketsa, keyingi qatorni boshlagunimizda katak tashalmaydi. Tushunarli-a? Qator tugasa va o'sha tugagan qatorga bitta katak qolib ketsa, mana bu birinchi holatdagi. Keyingi qatorni boshlaganimizda mana imchu boshlangan. Katak tashalmasdan yozilgan. Ana endi yana ikkinchi holat bor. Tasavvur qilinglar. Mana bu ikkinchi qatordagi holat mana. Tara. Bu holatda ko'rsanglar, mana qarasanglar, shu qator tugagandan keyin bitta shu bitta katak yo'q, qolmagan mana. Shu holatda ham yozayotganda keyingi qatorga katak tashalmaydi. Bitta katak yo'q mana, to'lgan. Umumiy hammasi to'lgan katak. Va keyingi qatorni boshlagunimizda ham nimada? Tashalmaydi. Ya'ni umumiy qilib gapirsak, agar qator tugab bitta katak qolib ketsa ham keyingi qatordan bitta katak tashalmaydi. Bitta katak qolib ketmasa ham, ya'ni hamma katak to'lsa ham keyingi qatordan katak tashalmasdan yoziladi. Rasmdan bilib olsanglar bo'ladi. Rasmdan. Yaxshi, keyingi slaydimiz menimcha oxirgi qoida. Katta va kichik inglizcha harflar deb qo'yilibdi.
Agar inglizcha harflarni hammasi katta harfda bo'lsa, har bittasi bitta katakka alohida alohida yozilishi kerak. Mana Koreya. K alohida, O alohida, R alohida, E alohida va A alohida. Lekin lekin kichik harflar bo'lsachi, bu birinchi, bu ikkinchi holat. Ikkinchi holatdagi kichik harflar bo'lsachi, kichik harflar bo'lsa katta harfda bitta katakka alohida yoziladida, qolgan kichkina harflarni ikkita ikkita qilib yoziladi bitta katakka. K alohida yozilgan va kichkina harflar bo'lsa ikkita ikkita qilib bitta katakka qilingan. K alohida, or alohida va ea alohida. Endi uchtalik bo'lsachi, uchtaligi boya xuddi men aytdim, harflar agar 3 xonali harflar bo'lsa, nima qilinadi dedim? Mana shu 116 ni 11 ni alohida katakka tiqib, 6 ni alohida katakka solamiz. Xuddi bu ham xuddi shunaqa. Harf ham shunaqa. And bo'lsa, n ni alohida katakka yozib, d ni alohida katakka yozamiz. Ya'ni uchtalik bo'lsa, shunaqa gaplar. Juda ham oddiy, oson. Agar tushunmagan bo'lsangiz, yana qayta ko'rib chiqasizlar degan umiddaman. Rahmat.